Salom do'stlar. Sizlar bilan Biznes Texnologiya uz kanali. Unstable reactions, error cause shutdown to standby after passing stage. Develop intent to sustain and protect self, accept that environment, skin, and assets. Reacts and interacts accordingly. Insonga berilgan bebaho ne'mat. Olamni ko'rish va ranglarni ajrata olishlik ne'mati. Bugungi kunda insoniyat taraqqiyotning yangi bosqichiga yetib keldi. Hozirgi kunda barcha ma'lumotlarni to'plovchi va ko'rsatuvchi ko'z linzalari ishlab chiqarish ishlari boshlangan. Bugungi kunda bunday aqlli linzalar hayotimizga kirib kela boshlagan va jadal suratda rivojlanayotgan texnologiyadir. Biroq har qanday ma'lumotni to'plab, ko'rsatuvchi linzalar hozirgi kunda tijorat maqsadida mavjud emas. Ammo ba'zi rivojlangan texnologiyalar shunday maqsadlar uchun ishlatilmoqda. Google kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Google Glass linzalari birinchi marta 2013-yilda ommaga taqdim etildi. Ular foydalanuvchilarga turli qo'llanmalarni, real vaqtni, xabarlarni va boshqa ma'lumotlarni ko'rish imkonini beradi. Ammo bu texnologik qurilma hozircha keng tarqalmagan bo'lsa-da, bu jarayon hozirda rivojlanishda davom etmoqda. Apple va Microsoft kompaniyalari aqlli linzalar bo'yicha tadqiqotlar olib borishmoqda. Ular keng imkoniyatlarga ega bo'lgan, ma'lumotlarni to'plash, ishlov berish va ko'rsatish imkoniyatlarini yaratuvchi aqlli optik tizimlarni ishlab chiqmoqdalar. Masalan, Microsoft HoloLens yordamida ushbu tajribalarni amalga oshirish mumkin. Ushbu dasturlar foydalanuvchiga virtual elementlarni haqiqiy dunyo bilan birlashtirishga yordam beradi. Ommaviy bozor va kelajakdagi imkoniyatlar. Hozirgi kunda ba'zi tajriba qurilmalari, masalan aqlli soatlar, kontakt linzalari yoki boshqa foydalaniladigan texnologiyalar ba'zi ma'lumotlarni ko'rsatishga yordam beradi. Lekin ular ko'pincha shaxsiy ma'lumotlarni to'plashda imkoniyati cheklangan. Kelajakda esa ilgari surilgan texnologiyalar, sun'iy intellekt, 5G tarmoqlari va aqlli materiallar orqali ko'proq imkoniyatlarni yaratish mumkin. Agar siz bunday texnologiyalarning rivojlanishi haqida ko'proq ma'lumotlarga qiziqsangiz, keyingi videolarda ularni alohida yoritib boramiz. Kanalimizni kuzatib boring.